Assalomu alaykum aziz talabalar va dasturlashga qiziquvchi yoshlar. Men Andijon davlat universiteti dasturiy injiniring kafedrasi dotsenti, matematik kibernetika bo'yicha fizika matematika fanlari nomzodi, informatikaning nazariy asoslari bo'yicha dotsent Abdurahmonov Jamoliddin Kamoldinovичman. Bugungi video darsimizda biz C# dasturlash tilining standart amallari, ya'ni operatorlari bilan tanishib chiqamiz. Mana meni YouTube kanalimga a'zo bo'lgan bo'lsanglar, u yerdagi C# doir darslarni ko'rib borsanglar, u yerda mana yaqinda men C# tilidagi standart toifalar, standart turlarga doir video dars qo'yib qo'yganman. Bugun esa standart amallari bilan tanishib chiqamiz. Mana shu C# dasturlash tilining. Xo'p, amallarga nimalar kiradi? Hozir shu narsalar haqida gapirib o'tamiz. Bu dars demak Andijon davlat universitetida amaliy matematika va mexanik kechirasiz. Andijon davlat universitetida amaliy matematika yo'nalishida o'qiyotgan talabalarning aytaylik algoritmik tillar va dasturlash degan fani tarkibiga kiradi C#. Endi men u darsda o'tmasam ham bu ularga qo'shimcha bir dars, video dars sifatida taqdim etiladi. Shuningdek, dasturlash deb atalgan boshqa bir fanlar ham bor. Kompyuter injiniring, dasturiy injiniring, axborot xavfsizligi kabi yo'nalishlarda ana shu talabalar uchun ham mo'ljallangan darsdir bu. Garchi bu dars mening dars yuklamamga kirmasa ham men sizlarga mana shu darsni o'tib beraman. Hozir endi standart amallar degani nima degani va nostandart amallar qanaqa bo'ladi? Shular bilan hozir qisqacha tanishib chiqaylik. Hop, bu dars demak bu dars talabalar uchun C# tilidagi barcha standart operatorlarga, amallarga bag'ishlangan. Operatorlar dasturda qiymatlarni qayta ishlash, taqqoslash, mantiqiy qarorlar qabul qilish va boshqa vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi. Ular quyidagi asosiy guruhlarga bo'linadi: arifmetik amallar, taqqoslash amallari, mantiqiy amallar, bitwise amallar, ya'ni bitma-bit bajariladigan amallar, bit darajasidagi amallar, tayinlash operatorlari, ya'ni tayinlash amallari, buni boshqacha nomi yana o'zlashtirish amallari deb ham ataladi va boshqa maxsus operatorlar bilan tanishib chiqamiz. Darsni biz demak Visual Studio Community 2026 muhitida ishlatib ko'rsatish uchun oddiy konsol dasturidan foydalanamiz. Har bir operator uchun qisqa tavsif va oddiy kod misolini berib boramiz. Xo'p, kodlarni yangi konsol application loyihasida ishga tushirishingiz mumkin. Bu o'sha Visual Studioga kirganingizdan keyin File, New Project, Console Application degan nimalarga o'tib, menu qismlariga o'tib ishga tushirishingiz mumkin loyihani. Main metodida kodlarni yozing va F5 bilan ishga tushiring deb yozilyapti bu yerda. Har bir misolni alohida sinab ko'rishimiz mumkin. Xo'p, natijalarni console write line orqali chiqaring deb maslahat berilyapti. Xo'p, endi hozir biz Visual Studioga kirishdan oldin operatorlar nimaligi bilan tanishib chiqaylik. C'da operatorlar bu maxsus belgilar yoki so'zlar bo'lib, ular o'zgaruvchilar yoki qiymatlar ustida amallar bajaradi. Masalan, plus amali, plus operatori ikkita sonni qo'shadi. Operatorlar unary, ya'ni bitta operand, ya'ni unar nima bo'lishi mumkin? Unar operator bo'lishi mumkin yoki binar, ikkita operand qatnashadi yoki ternar, 3 ta operand qatnashadi. Masalan, so'roq 2 nuqta operator bo'lishi mumkin. Xo'p, endi unar operatori degani degani demak bir o'rinli operator degani. Mana bu undoq belgisi C# tilida inkor etishni bildiradi. Bu o'sha inkordan keyin bitta ifoda turishi kerak. Ya'ni bu bir o'rinli operator. Binar operatorlar esa ikki o'rinli operatorlar. Bular ko'p tarqalgan: qo'shish, ko'paytirish, ayirish, bo'lish, qoldi olish va hokazo. C# tilida shuningdek ternar operatori ham bor. Mana bu men sichqoncha bilan ko'rsatyapman. So'roq 2 nuqta degan. Buni ham ko'rib chiqamiz. Ular ma'lumot, ya'ni operatorlar ma'lumot turlari int, double bilan birgalikda ishlaydi. Biz ma'lumot turlarini mana o'tganmiz. Video meni kanalimga, mana shu dasturlash kanalimga obuna bo'lib, u yerdagi videolarni ko'rsangiz, C#
standart turlar degan mavzu ham bor. Men yaqinda qo'yib qo'yganman. Shu bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'p, e'tibor bering. Ba'zi operatorlar overload qilinishi mumkin. Masalan, sinflarni qayta ta'riflashda, lekin bu darsda faqat standart ishlatilishiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu yerda aytilmoqchiki, operatorlar, misol uchun plus operatori faqat sonlar ustida emas, foydalanuvchi, ya'ni dasturchi o'zi yaratgan amallar ustida bajariladigan qilib qo'yish ham mumkin. Bu ana shu operatorlarni qayta yuklash, ya'ni ularni yelkasiga yuk yuklash deb ataladi va u ingliz tilida overload deb ataladi. U narsalar bizni kelgusidagi darslarimizni mavzusi hisoblanadi. Xo'p, endi keling biz mana birinchi arifmetik operatorlardan boshlaylik. Bu operatorlar quyidagicha. Bularni ko'pchiligini siz bilasiz. Mana qo'shish yoki matnni birlashtirish ham mana shu plus orqali amalga oshiriladi. Xo'p, demak mana 5 + 3 = 8, ha? Bu misol keltirilyapti. Qo'shishni natijasi qanaqa bo'lishligi to'g'risida ayirish, ko'paytirish, bo'lish, bularga uzoq to'xtalib o'tirmaymiz. Qoldiq, modulo, qoldiq olish. Mana 5, mana protsent belgisi 2 desak, C# tilida demak 5 ni 2 ga bo'lgandagi qoldiq chiqadi. 5 ni 2 ga bo'lsak, qoldig'i 1 chiqadi. Shuning uchun 5, mana bu protsent belgisi 2 degan amalning natijasi 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, inkrement, ya'ni qiymatni 1 ga oshirish, 2 ta plus amali. Bu demak 1 o'rinli amal bu ham, 2 o'rinli emas. Bu demak x plus plus yoki plus plus x deb yoziladi. X bu biror o'zgaruvchi. X o'rnida y kelishi mumkin, boshqa o'zgaruvchi kelishi mumkin, hokazo. Shuningdek, kamaytirish amali, decrement, minus minus. Bu x minus minus yoki minus minus x deb yoziladi. Endi shu yerda bir narsani mana aytib o'tishimiz kerak. Mana bu yerda misol keltirilgan. Hozir biz misolni ko'rib chiqishga o'tamiz darhol. Bu yerdagi misollarni ham demak biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak mana bu main operatoridan boshlanadi. Main metodiga kirishdan boshlanadi. C# da dasturda ishga tushishi. Bu yerda mana ikkita o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. Int toifasiga mansub a va unga 10 qiymat berilyapti, b unga 3 qiymat berilyapti. Keyin namoyish etilyapti bu yerda mana console writeLine, console sinfining writeLine metodidan foydalanib satr ekranga chiqarilyapti. Qanday satr chiqarilyapti? Demak, qo'shish 2 nuqta degan matn va plus a plus b. A ga b ni qo'shishning natijasi satrga aylantirilib, mana bu nimaga qo'shilyapti? Qo'shish deb nomlangan satrga qo'shilib chiqyapti. Natija demak nima chiqadi? 13 bo'lib chiqadi. Albatta mana bu qo'shish degan so'z ham chiqadi. Xuddi shuningdek ayirish, ko'paytirish, bo'lish, qoldiq olish amallarini ishlashi bu yerda amalga oshirilgan, ya'ni namoyish etilgan. Bu yerda yana inkrement, a ni bittaga oshirish, mana 11 chiqadi. B ni bittaga kamaytirish, 2 chiqadi natija. Mana shuni keling biz nimada sinab ko'raylik. Visual Studio muhitida shu dasturni ishlatib ishga tushirib ko'raylik. Buning uchun biz mana shu dasturni kopiya qilib olamiz hozir. Mana kopiya qilib olyapmiz. Hop, mana kopiya qilib oldikda, oyog'ini bosib mana kopiya qilib oldim va men mana bu joyda Visual Studio 2026 degan nimani o'rnatib qo'yganman. Dasturlash muhitini mana shuni bosib mana kiriladi. Xo'p, mana endi bu yerda ko'rib turibmiz, mana Visual Studio 2026 degan yozuv chiqdi. Biz bu yerda mana create a new project ni bosib yangi proyekt ochishga kiramiz. Men bir narsani mana shu joyda ta'kidlab ketmoqchiman. Mana bu yerda yozib qo'yilgan mana December 2025 feature update deb. Ya'ni Visual Studio 2026 dasturlash muhiti, bu dasturlash muhitida bir qancha tillar bor. C# tili, C++ tili, JavaScript, shuningdek Visual Basic va hokazo tillar bor. C# degan funksional dasturlash tili ham bor. Biz endi bu yerda faqat C# tilidan foydalanamiz. Bu Visual Studioning oldingi versiyasi Visual Studio 2022 deb atalar edi. Undan keyin mana bu yil 2025-yili Microsoft nimasi korporatsiyasi Visual Studio 2026 degan yangi dasturlash muhitini taqdim etmoqda. Bu mana mendagi o'rnatilgani, bu mana shu yaqinda o'rnatdim men buni.
2025-yil dekabrda e, nimasi versiyasi, dekabrdagi versiyasi. Buni siz o'z kompyuteringizga o'rnatib olmoqchi bo'lsangiz, demak buning Visual Studio for Community degan versiyasi to'liq bepul va to'laqonli ishlaydi. E, Shuning uchun sizlarga men maslahat beraman. Demak, shu zamon bilan hamqadam bo'lish uchun mana 2026 ni o'rnatib ishlatishinglar mumkin. Lekin avval sizlar Visual Studio 2022 ni ishlatayotgan bo'lsanglar ham, uni ham o'chirmasdan, u ham turaveradi kompyuteringlarda. Meni mana kompyuterimda Visual Studio 2022 ham turibdi. Men u joyda ishlashga o'rganib qolganligim uchun balki unga ham murojaat qilib turarman. Lekin albatta bu yerda yangi bir imkoniyatlar, 4 yil ichida bo'lgan imkoniyatlar qo'shilgan bo'lishi kerak. Men buni ishlatish davomida sekin men ham buni o'zlashtirib boraman. Dasturchilik shunaqa narsa. Tinimsiz demak o'zgarish ro'y berib turadi. Keling biz mana Create a new project ni bosib yangi proyekt ochaylik. C# tilidagi standart amallarni o'rganish uchun mana console application ni ochyapman. Mana next ni bosyapman. Xo'p. Endi mana bu yerda demak nom berish talab qilinyapti. Biz keling console app 1 deb nom berib qo'yapti ekan. O'zi biz buni o'chirib bu yerga standart amallar deb yozib qo'yaylik. Standart amallar deb yozdikda biz next tugmasini bosyapmiz. Hop, demak .net 8.0 ni tanladik. Bu yerda boshqa oldingi versiyalarda ishlab o'rganib qolganlar uchun boshqa nimalar ham bor ekan, lekin bu yerda mana qolganlarini ko'rsatyapti. Out of support deyapti. Demak, qo'llab-quvvatlanmaydi kelgusida degan ma'noda. Biz mana bu qo'llab-quvvatlanadigan versiyasini tanladikda, mana create ni bosdik. Ya'ni shunaqa loyiha och degan buyruqni beryapmiz. Xudo xolasa bizda hamma narsa normal bo'lsa, hozir ochiladi. Yana mana demak bizda standart amallar degan nomlar fazosida demak internal class program sinfi ochib qo'yildi va u yerda main metodi ham biz uchun qisqacha qilib yozib qo'yildi. U yerda endi hello world deb yozib chiqaradigan ekranga dastur tayyor holatda turibdi. Biz buni mana buni bosib, mana bu yashil tugmani bosib ishga tushirib ham ko'rishimiz mumkin. Bu hello world, ya'ni salom dunyo degan yozuvni ekranga chiqaradi xolos. Mana ko'rdingiz, hello world degan yozuv turibdi. Shuni ekranga chiqardi va darhol ishni tugatdi. Ishni tugatgandan keyin mana bu qolgan yozuvlar, bu demak ana shu Visual Studioning yozuvlari. Bu yerda aytayaptiki, press any key to close this window deyapti. Ya'ni bu oynani yopish uchun istalgan tugmani bosing deb aytayapti. Mana biz mana buni bosib qo'ydik. Albatta biz buni bundan keyin bitta nima yozib qo'yishimiz ham mumkin. Aytaylik, keling, konsol deb mana yozuv chiqdi. Bunda terib o'tirish shart emas, oxirigacha konsol, mana right line ham chiqdi. Mana keling biz mana bu yerda yozib qo'yaylik. Yakunlash uchun enter ni bosing deb yozib qo'yaylik mana. Enter ni bosing. Endi aslida istalgan nimani bossa ham bo'laveradigan qilib qo'yish ham mumkin. Enter ni bosing dedikda, shuni nima qilib qo'yaylik va bu nima qilsin, endi mana qovusni yopib biz demak ikki nuqta qo'yamiz. C# tilida operatorlar demak, ya'ni ifodalar, bajarilishi lozim bo'lgan ifodalar nuqtali virgul bilan tugashi kerak har bir operator. Xo'p, keling endi bu yerda ana shu enter ni bosishni kutib turadigan nimani ham yozib qo'yaylik. Mana konsol dedikda, nuqta qo'ydik. Endi readline deb yozib qo'yaman. Mana satrni o'qish. Readline bu yerda operator turibdi. Mana bu yerda mana readline metodi turibdi. Mana o'zi yozilib qoldi, ko'rdingiz? Yozib qo'ydik. Xo'p, endi demak mana buni biz albatta hello world tegmadikda. Keling mana shuni sinab ko'raylik. Mana bu yerda bosadigan bo'lsak, mana ko'rdingiz? Hello world yakunlash uchun enter ni bosing degan yozuv yozib chiqdi. Demak biz enter ni bosmaganimizcha mana shunday ekranga ega bo'lamiz. Shunday turaveradi. Enter ni bosib qo'yaylik. Keling, bosdik. Va demak mana bu dasturlash muhitini yozuvi yozilib chiqdi. Biz buni o'tkazib yubordik. Enter ni bosdik yana. Xo'p, endi kelinglar biz buni o'chirib yuboraylikda. Mana bu
qator bizga kerak emas. O'chirdik. Hop, endi biz mana bu e, darsimizga qaytaylik. Mana bu darsimizdagi, demak, mana buni biz kopiya qilib olgandik. Hozir mana shu joyga past qilishimiz ham mumkin. Keling, mana bu joyga biz past qilib ko'raylik buni. Past. Mana ko'rdingizmi? Demak, bu yerga olib o'tdik biz. Demak, bu dasturda, ya'ni main metodining ichida mana shu narsalar yozilgan demak. Nimalar yozilib chiqadi? Demak, qo'shish a plus b demak 10 ni chiqaradi natijani, to'g'rimi? Ayirish deb demak 7 chiqaradi. Demak, ko'paytirish 3 kere 10 30 deb chiqaradi va hokazo. Bo'lishni chiqaradi. 10 ni 3 ga bo'lsak, butun qismini oladi demak va chiqaradi. A bga bo'linyapti. Nima uchun butun qismini olyapti, kasr chiqarmayapti? Chunki mana bu a va b o'zgaruvchilarning toifasi int. Int bo'lganligi uchun natijani ham nima bu dastur intda chiqaradi. Ya'ni butunda chiqaradi. Butun qismi kasr qismi tashlab yuboriladi. A da bga bo'lsak qoldiq, demak 1 chiqadi. Demak 10 ni 3 ga bo'lganimizdagi qoldiq. Bu nima? Albatta bu 1 bo'ladi. Hop, keling ishga tushiraylik mana shu nimani. Mana bu qolgan nimalar ham ishlaydi. A++, B minus degan narsalar ham ishga tushishi kerak. Hozir biz ishga tushiryapmiz buni. Hop, mana ko'rdingiz, qo'shish, qo'shish 13, ayirish 7, ko'paytirish 30, bo'lish 3, qoldiq 1, inkrement 11, dekrement 2 deb turib oxirida yakunlash uchun enterni bosing deb aytyapti. Biz mana natijalarni ko'rib olib, keyin mana enterni bosib ishimizni nima qilyapmiz, yakunlayapmiz. Demak, mana ko'rib turibsiz, bu yerda mana kattaroq qilib qo'yaylik ekranni. Hop, mana buni ham ekranni kattaroq qilib qo'yaylik mana. Endi biz ko'rib turibmiz, mana main metodining ichida qanday ishlayapti bu nimalar, operatorlar. Endi biz albatta qo'shimcha nimalarni ham yozishimiz mumkin. Bu yerga keling, biz mana ayrim a++ni a minus deb yozish ham mumkin edi. Plus a deb ham yozish mumkin edi. Bularni bir-biridan farqi nimada degan savolga javob berish uchun keling biz hozir mana shu joyda o'zida bitta o'zgaruvchi e'lon qilaylik. Yana bitta keling, mana int dedimda, int s deb o'zgaruvchi e'lon qildim, lekin bunga mana qiymat bermadim. Hop, biz mana bu yerda keling s ga qiymat beraylik. S barobar deb qo'yaylikda. S barobar a++ deb yozib qo'yaylik. Buning natijasi nima bo'ladi endi? Buning natijasi nima bo'ladi? Buning natijasi shunday bo'ladiki, demak, mana bu s ga avval a ning qiymati beriladi. S ga avval a ning qiymati beriladi. A bizda nechiga teng? Mana tepada a ning qiymati 10 turibdi. Demak, s ga 10 beriladi. S ga 10 beriladi. Undan keyin a ning qiymati bittaga nima qilinadi? Oshiriladi va a 11 ga teng bo'lib qoladi. Buni nimasini bu shunday ishlashligiga ishonch hosil qilish uchun keling biz mana bu yerda s ning qiymatini ham nima qilaylik? Ko'rsataylik. S ning qiymatini ham ekranga chiqarib ko'rsataylik. Konsol demak konsol C deb yozyapman mana bu yerda, kechirasiz demak. Bizda hozir mana bu nima katta bo'lmasa ham konsol degan nimani oldik mana. Keling tochka right line ham oldik. Hop, qovusni ochib, qovusni ichiga mana keling nima? S ning qiymati. S ning qiymati deylikda va biz s ning qiymatini chiqaraylik. Plus nima deb qo'yamiz? S deb yozib qo'yamiz. S deb yozdik. S deb plus S deb yozdik. Kichkina s yozishimiz kerak. Mana nuqtali virgul qo'ydim. Demak, s ning qiymati izoh berib qo'yishimiz mumkin. S ning qiymati nechiga teng bo'ldi? Hozir mana men sizlarga aytdim. Mana bu yerda s ning qiymati 10 ga teng. A ning qiymati esa 11. Chunki a ning qiymati bittaga oshdi. Demak, avval mana bu s ga a ning qiymati berib bo'lingandan keyin a ning qiymati bittaga oshirilar ekan. Demak, s bizda hozir s ning qiymati men aytib yozib qo'yishim mumkin. 10 ga teng bo'ladi. 10 ga teng bo'ladi. Mana ishga tushiramiz. Keling, mana shuni sinab ko'raylik. Mana ko'rdingizmi? S ning qiymati 10. S ning qiymati 10. Mana enterni bosib ishni yakunlayapman. Endi agar biz
a plus plus demasdan plus plus a desak nima bo'lgan bo'lar edi? Bu holda s ning qiymati nima bo'lgan bo'lardi? 11 ga teng bo'lib qolgan bo'lardi. S ning qiymati 11 ga. Nima uchun? Chunki plus plus a deydigan bo'lsak, mana plus plus a dedikda, mana bu ikkita plusni o'chirib yubordik. Demak, avval a ning qiymati bittaga oshirilib, undan keyin s ga demak qiymat berib qo'yiladi. Undan keyin s ga qiymat berib qo'yiladi. Xo'p, keling, hozir biz mana s ning qiymati s ning qiymati endi bizda 11 ga teng ekanligiga ishonch hosil qilaylik. Mana s ning qiymati endi mana izohga ham yozib qo'yaylik, 11 bo'lib qoladi. Mana biz ishga tushiryapmiz. Mana ko'rdingiz, s ning qiymati 11. Avvalgi holatda 10 ga teng edi. Ya'ni bizda mana bu plus plus va minus minus amallari o'zgaruvchidan oldin kelishi ham mumkin, o'zgaruvchidan keyin kelishi ham mumkin. Agar o'zgaruvchidan oldin kelsa, demak, ana shu u o'zgaruvchi ustida amal bajarishdan oldin uning qiymati oshiriladi yoki kamaytiriladi. Minus minus bo'lsa kamaytiriladi, plus plus bo'lsa oshiriladi. Agar keyin kelsa, u holda o'zgaruvchining qiymati olib ishlatiladi. Undan keyingina demak o'zgaruvchining qiymati 1 ga oshirib qo'yiladi. Mana shu nuqtalarga demak ahamiyat berishimiz joiz bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar, demak mana bu amallarni o'tishda davom etaylik. Xo'p, keyingi amallar bular demak mana taqqoslash amallari. Taqqoslash amallari demak turli qiymatlarni taqqoslash uchun ishlatiladi. Mana bu tenglik amali, 5 5 ga teng bo'lsa true bo'ladi. Mana bu teng emas degan amal, undoq belgisi barobar amali. Mana katta degan amal, kichik amali bor. Katta yoki teng amali shunday yoziladi, kichik yoki teng amali shunday yoziladi va hokazo. Endi bu yerda ana shuni ishlatilishiga doir misol keltirilyapti. Mana int x barobar 10, int y barobar 20. Console write line tengmi? Demak, deb yozilyapti. Teng bo'lsa, demak true deb yozib chiqadi. Aks holda false. Natija bu yerda false bo'ladi. False. Teng emasmi? Bu true bo'ladi, teng emas. Chunki 10 20 ga teng emas. Chunki natija kattami, kichikmi degan hammasini mana biz sinab ko'ryapmiz. Xo'p, katta yoki tengmi, kichik yoki tengmi deb mana shuni ishlashi bu yerda namoyish etilgan. Xo'p, kelinglar biz buni ham mana bu joyda ko'chirib copy qilaylikda, narigi tomonga olib o'tib, o'zimizni main nimasiga tashab, buni biz nima qilishimiz mumkin? Sinovdan o'tkazishimiz mumkin. Xo'p, demak, mana bu ishlarimizni qayta chiqarib o'tirmaslik uchun biz buni nimaga olib qo'yishimiz mumkin? Demak, izohga olib qo'yishimiz mumkin. Izohga olish uchun demak mana yoki o'chirib yuborishimiz ham mumkin. Keling, izohga olib qo'ya qolaylik mana. Keyingi darslarda ishlatishimiz mumkin bo'lishi uchun mana. Demak, tayoqcha, yulduzcha qo'ydikda va oxiriga mana bu joyga aytaylik, nima qo'yib qo'yaylik? Mana bu joygacha bo'lgan qismiga izohga oldik. Mana bunday qilib qo'ysak, mana bu qismi demak izoh bo'lmaydi. Bu qismi demak bizga kerak. Mana shu joyga biz haligi dasturni yozaylik endi. Mana past qildik. Xo'p, mana. Demak, mana bu dasturni yozyapmiz. Demak, bu yerda ko'chirdik. Bu yerda nari tomondan bizga demak buni sun'iy intellekt taklif qilgan dastur. Xo'p, endi demak x ga 10 qiymat berilyapti. Butun int toifasiga oid x o'zgaruvchiga 10 qiymat berilyapti. Xuddi shu toifaga oid y o'zgaruvchiga 20 qiymat berilyapti. Keyin ular teng bo'lsa, tengmi degan mana yozuv chiqarilyapti. Hop, teng emasmi degan yozuv. Bu xullas mana shu nimada, mana ko'rib olishlaringiz mumkin. Sizlar to'xtatib buni mana shu shartlarni bajarilishi, taqqoslash amallarining bajarilishi bu yerda demak namoyish etilgan. Taqqoslash amallarining bajarilishi. Demak, eslab qolaylik, x 10 ga teng, y 20 ga teng va biz buni hozir mana ishga tushiramiz. Mana. Demak, tengmi deyapti? Yo'q, teng emas. Shuning uchun false chiqarildi. Teng emasmi? Ha, teng emas. Mana true chiqdi. Kattami? Ya'ni x y dan kattami deyilyapti. 10 20 dan katta emas, shuning uchun false chiqadi. Kichikmi desa true chiqdi. Katta yoki tengmi degan savolga ham false, ya'ni yolg'on degan qiymat chiqarilyapti. Kichik yoki tengmi? True, ya'ni rost degan qiymat chiqarilyapti. Mana bu dastur bizga demak taqqoslash
amallarini nima qiladi, namoyish etadi. Hop, darsimizni davom ettiraylik. Biz demak keyingi bandga o'tdik. Bu endi mantiqiy operatorlar. Hop, demak biz avvalgi video darslarimizdan birida o'tganmiz. Demak C# tilida mantiqiy toifa bor. Bu bool deb atalgan mantiqiy toifa va mana shu mantiqiy toifa qiymatlari ustida bajariladigan amallar bor. Bular qaysi amallar? Mantiqiy va amali. Mana ikkita konjunksiya belgisi, mantiqiy va amali. Hop, endi undan keyin ikkita tayoqcha belgisi keladi. Mana bu yerda bu noto'g'ri yozib qo'yibdi. Bu ikkita tayoqcha belgisi bu mantiqiy yoki amalidir. Yoki amali. Hop, bundan keyin undov belgisi bu mantiqiy emas amali, ya'ni mas, inkor amali. Agar undov belgisi true desak, buni qiymati false bo'ladi. Endi buni hozirgi misolda bizni aniq tushuntirib ketishimiz mumkin. Keling, biz mana bu misolni ham ko'chiraylik-da. Mana ikkita bool toifasiga, ya'ni mantiqiy toifaga doir ikkita o'zgaruvchi e'lon qilib, ular qiymatlangan va ularni ustida ma'lum bir amallar nima qilingan, bajarilgan. Xo'p, keling biz bu tomonga o'taylik. Biz endi hozir mana bu nimani izohni cho'zib qo'yishimiz mumkin. Mana bu izohni mana bu yerga o'tkazib qo'yaylik, keling. Mana bu joyda oxiri bo'lsin, mana izoh va biz mana bu joydan o'zimizni yangi misolimizni qo'yamiz. Mana qo'ydik. Demak, A, B bool toifasiga o'zgaruvchilar e'lon qilindi va ular ustida va amali bajarilyapti. Mana ikkita konjunksiya belgisi. Natija demak, mana bu va amali qachon true bo'ladi, rost bo'ladi. Ikkalasi ham rost bo'lsa, bittasi yolg'on bo'lsa, nima bo'ladi? Yolg'on bo'ladi. Ana shu bu false chiqadi. Mana bu ikkita tayoqcha, men boya aytdimki, bu mantiqiy yoki amalidir. Ikkita tayoqcha belgisi C# tilida. Xo'p, emas amali esa nima? Undov belgisi orqali amalga oshiriladi. Mana shu 3 ta mantiqiy amallar bor. Mana shu kichik dastur parchasi mana shu amallarning ishlashini demak namoyish etadi. Hop, mana shu 3 ta qator. Keling, buni ishga tushirib namoyish etib qo'yaylik sizlarga. Hop, mana demak va amali false ekan bizda. Mana bu yerdagi amal ko'ryapsiz. Ya'ni A va B degan amalni qiymati nima ekan? False deb chiqaryapman va amaliniki yoki amaliniki true ekan, chunki bittasi true bo'lsa true bo'lib qoladi. Hop, emas esa false ekan. Demak, A bizda true bo'lsa, uni teskarisi nima bo'ladi? A ning inkori false bo'ladi, agar A true bo'lsa. Endi bu yakunlash uchun nimani bosing degan mana bu yozuv yozilib chiqarilyapti va mana bu nima? Console readline metodi bizni enterni bosishimizni kutyapti hozir. Enterni bossak, bu ish demak yakunlanadi. Xo'p, demak, endi yana amallarda C# amallarini, standart amallarini ko'rib chiqishda davom etaylik, keling. Xo'p, keyingi amallar bu bitma-bit amallar, bitwise amallari. Xo'p, demak, mana bu yerda bitta konjunksiya bu bitwise va'ni bildiradi. Mana 5 konjunksiya belgisi 3. Bu nima degani? Bu 1 ga teng ekan. Nima uchun? Chunki 5 ning ikkilik sanoq sistemasidagi yozuvi mana bu bo'ladi. Mana shu yozuv bo'ladi. 3 ning ikkilik sanoq sistemasidagi yozuvi esa mana bu bo'ladi. Endi bularni bitma-bit mana bu va amali bilan birlashtiradigan bo'lsak, mana bu birinchi o'rinda 1 turibdi. 1 ga 0, bu 0, mana 0 chiqdi. 0 ga 1, ikkinchi o'rindagi 0 ga 1 ikkinchi o'rindagi 0 chiqadi. Oxirida 1 ekan, ikkalasida ham 1 chiqdi deyapti, demak 1 chiqadi. Demak 0 0 1. Bu nechiga teng? Bu 1 ga teng, bu buni qiymati 1 ga teng. Demak, bitwise va amali, ya'ni bu degani bitma-bit va amali ekan. Endi mana bu yerda bu sun'iy intellekt sun'iy xatolikka yo'l qo'yib, mana bu yerda bitwise yokini namoyish etmabdi. Hop, biz buni dasturda hozir namoyish etilganini ko'ramiz. U tayoqcha, bitta tayoqcha bo'lishi kerak. Tayoqchaning o'rniga u bunaqa narsa chiqarib qo'ydi. Hop, keling. Endi bitwise XOR, eksklyuziv yoki. Xuddi ana shu 3 bilan 5 ni nimasi? Eksklyuziv yokisi. Bu modul 2 bo'yicha qo'shish degani. 1 ga 0 ni qo'shsak 1, 0 ga 1 ni qo'shsak 1, 1 ga 1 ni qo'shsak 0. 1 1 0 chiqdi. 1 1 0 degani bu ikkili sanoq sistemasidan 10 likka o'tkazsak bu 6 degani. Demak, 5 bitwise XOR 3 degan amalning natijasi 6 bo'lar ekan.
Endi bitwise emas, mana bu tilda orqali amalga oshirilar ekan. Mas amali, ya'ni emas amali, ya'ni bu inkor etish. Demak, biz mana buni inkor etadigan bo'lsak, 5 ni mana bunisini inkor etiladigan bo'lsa, u -6 chiqar ekan. Ikkilik inversiyaga duchor etiladi. Bitma-bit. Ya'ni bu ana shu tegishli kompyuter xotirasidagi narsalar bitma-bit nima qilib chiqiladi? Teskarilab chiqaradi. 0 bo'lsa 1 qilinadi, 1 bo'lsa 0 qilinadi. Endi bu chapga surish. Chapga surish. Ya'ni mana bu 5 ni bitta chapga surish qanday oqibatga olib keladi? Demak, bitta chapga surish degani bu demak, mana bu 1 0 1 bitta bu yoqqa o'tsa, o'ng tomondan bitta 0 qo'shiladi. Mana bitta 0 qo'shildi. Mana bu chiqdi. Mana bu natija mana bu bo'lar ekan. O'ngga surish. 5 ni o'ngga sursak, mana bu 1 yo'qolib ketib, mana bu 1 0 hosil bo'lyapti. Bu demak qiymati, buni qiymati 2 ga teng. Xo'p, endi bitwise amalini mana bu yerda ishlashi namoyish etilgan. Mana men boya aytdim-ku, bitwise yoki amali bu tayoqcha orqali amalga oshiriladi. Tayoqcha. Xo'p, amalni belgisi tayoqcha. Keling, biz mana shuni ham ishga tushirib sizlarga namoyish etib qo'yaylik. Xo'p, mana copy qilyapman. Mana bu yerga o'tdik-da. Va biz mana buni yana nima qilaylik? Mana bu belgini olib tashlab, izohni mana bu joyga cho'zib qo'yaylik-da. Izohni cho'zib qo'ydik. Xo'p, keling biz mana bu yerdan o'zimizni hozirgi oxirgi natijamizni qo'yaylik. Oxirgi misol nima kodni. Xo'p, mana. Demak, bu yerda ikkita o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va ular qiymat berilyapti va ular ustida bitma-bit va yoki istisnoli yoki eksklyuziv yoki emas amali bajarilyapti. Xo'p, demak, surish amali bajarilyapti. Chapga surish, o'ngga surish amali bajarilyapti. Mana shu amallarning natijalari keyin nima qilinyapti? Chiqarilyapti. Natijalari chiqarilyapti. Mana bitwise va hokazo deb yozuvlar izohlari bilan birga chiqariladi. Keling ishga tushiraylik mana. Mana ishga tushirdik. Bitwise va ning natijasi 1 ekan. A va B ning ustida amalga oshirilgan bitwise, ya'ni bitma-bit va ning natijasi 1. Yokining natijasi 7. Istisnoli yokining natijasi esa 6 ekan. Emasning natijasi -6. Surishning, chapga surishning natijasi 10. O'ngga surishning natijasi 2 ga teng ekan. Mana buni sizlar o'zingizlar ham bir qator mana shu Visual Studiyani o'rnatgan bo'lsanglar, o'rnatib, buni nima qilishinglar mumkin? Ishga tushirib, sinab ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi operatorlar bu tayinlash operatorlari. Tayinlash operatorlari nima ishni bajaradi? Tayinlash operatorlari demak qiymat berish ishini amalga oshiradi. Va oddiy tayinlash teng degan belgi bu oddiy x barobar 5. Mana shu x ga 5 qiymat berildi degan. Xo'p, endi qo'shib tayinlash. Plus barobar orqali yoziladi. X plus 3 degani demak x ga 3 ni qo'shib yana x ga joylashtirib qo'yish degani. Xotirada x ga ajratilgan joy bor-ku, ana shu joyda nech turgan bo'lsa, ana shuni ustiga 3 qo'shib yozib qo'yiladi. Xo'p, xuddi shuningdek ayirib tayinlash. X ning qiymatidan 3 ayirib yana x ning o'ziga yozib qo'yiladi. Mana bu yerda bu amal strelka orqali ham namoyish etilgan. Xo'p, ko'paytirib tayinlash. Demak, ko'paytirib tayinlash ham x ning qiymati mana shu nech mana barobar belgisidan keyin nech son turgan bo'lsa, shunga ko'paytiriladi-da va x ga yozib qo'yiladi. Bo'lib tayinlash ham xuddi shunday tartibda amalga oshiriladi. Qoldiq bilan tayinlash. Demak, nima qilinadi? X ning nimasi? Qiymati 3 ga bo'linadi. Olingan qoldiq x ga joylashtirib qo'yiladi. X ning mana bu qoldiq belgisi 3. Demak, bu x 3 ga bo'lgandagi qoldiq va yana u x ga qaytarib joylab qo'yilyapti. Demak, natijada x ning qiymati o'zgarib qoladi. Xo'p, endi bitwise va bilan tayinlash. Ya'ni x bilan 3 bitwise va amaliga amalga oshiriladi. X va 3 nimalari ustida, qiymatlari ustida va uning chiqqan qiymat yana x ning o'ziga joylab qo'yiladi. Endi mana bu yerda kompyuter ko'ryapsizmi? Demak, tayoqchani bermayapti. Bu yerda demak bitwise nima bor? Yoki bor. Bu tayoqcha barobar deb yoziladi. Buni biz quyida ko'ramiz. Demak, bu yerda yana bitwise exclusive o bor. Xuddi shunday ishlaydi. Demak, chapga surib tayinlash bor.
o'ngga surib tayinlash amallari bor va bu amallar mana bu yerda mana ko'rsatib qo'yilgan. Bir qanchasi ko'rsatilgan, ko'rib turibsiz. Xo'p, demak, keling biz buni ham nima qilaylik, namoyish etib qo'yaylik. Mana int x deylik, mana bundoq qilaylik-da. Bundoq qilaylik. Hop, ko'chiraylik buni copy qilib va biz o'zimizni Visual Studio 2026 dasturlash muhitiga kirib, biz mana bu izohni mana bu joygacha cho'zib qo'yaylik-da, bizga bu xalaqit qilmasin. Oldingi natijalarni ham chiqarib yuboradi bo'lmasam. Va mana bu yerga hozir biz copy qilgan kodimiz parchasini past qilamizda, joylashtirdik mana. Ko'rasizlarmi? Demak, x barobar 10, x ga 10 tayinlanyapti bu operator, barobar operatorining ishlashi. Endi x plus barobar 5 deb yozilyapti. X ning qiymati 15 ga teng bo'ladi va u nima qilinyapti? Namoyish etilyapti, chiqarilyapti. Mana natija 15 deb. Keyin x dan 3 qiymat ayrilyapti, 12 ga teng bo'ladi. Uni ham ekranga chiqarib bu holat ham namoyish etilyapti. Undan keyin x ning qiymati, ya'ni 12 2 ga ko'paytirib x ni o'ziga yozib, x ning qiymati unda 24 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, endi yakunlash uchun mana bu o'zi kelyapti. Xo'p, kelinglar endi bu yerda haligi nima deydi? Biz oxirida x ning qiymatini nima, misol uchun bitwise o bilan ham ishlab ko'rsataylik. Misol uchun aytaylik, keling x ga yana 5 qiymat beraylik-da, x barobar bo'lsin 5 ga, boshqatdan 5 qiymat berdik. Hop, mana nuqtali virgul. Hop, undan keyin x deylik-da, mana tayoqcha, ya'ni bu barobar dedik. Misol uchun 3. Ya'ni bu degani nima degani? Bu x ning qiymati bitma-bit 5 qiymat bilan nima qilinadi? Taqqoslanadi. Bitwise yo amali orqali. Bitwise yo amali mana bu yerda biz ko'rsatgan edik. Mana bu tepada ko'rib turibsizlar. Bitwise o tepada mana. Mana bu yerlarda bor edi mana. Bitma-bit. To'g'rimi? Bitma-bit nima bor edi? Mana x demak bitma-bit y ekan. Bitma-bit yokini oladigan bo'lsak, bu yerda nima bo'lish kerak? Demak 1 ga 0 1 bo'lish kerak, 0 ga 1 1 bo'lish kerak, 1 ga 1 nima bo'lish kerak? 1 bo'lish kerak. Va bu demak bitwise yokini amalga oshiradigan bo'lsak, biz hozirgi misolimizda mana bu yerda, u holda buni qiymati nechiga teng chiqishi kerak ekan? Hozir biz mana bu yerda buni hisoblab ham ko'rsatamiz. Keling, mana bu yerda buni ko'rsataylik. Demak 5 ta ikkilik qiymati nechiga teng? 5 ta ikkilik qiymati, demak keling biz buni yozib qo'yaylik. 5 ta ikkilik sanoq sistemasi 1 0 1 ga teng. Xo'p, endi 3 ning ikkilik sanoq tizimidagi qiymati nechiga teng? Bu demak 0 1 1 ga teng. 3 ta qiymati. Xo'p, endi hozirgi mana bu amaldan keyin x ning qiymati nechiga teng bo'lib qoladi? Nechiga teng bo'lib qoladi? Keling shuni nima qilaylik, hisoblaylik. Demak, hop, 1 ga 0, 1 yoki 0 degani bu 1 degani, 1 bo'lar ekan. Ikkinchi joy 0 ga 1 bu 1 bo'ladi va 1 ga 1 1 bo'ladi. Mana shu natija chiqar ekan. Bu natija nechi degani bu? Bu 7 ga teng. Ikkilik sanoq sistemasidan 10 likka o'tkazilsa 7 ga teng. Demak x ning qiymati 7 bo'lib qolar ekan. Mana bu amaldan keyin. Mana buni ko'rsatyapman. Mana bu amaldan keyin men hozir buni ajratib ko'rsatdim-ku x ni. Mana shu qatordagi amaldan keyin x ning qiymati nechiga teng bo'lib qolar ekan? 7 ga teng bo'lib qolar ekan. Keling, ana shuni namoyish etish uchun biz mana bu joyga nima qilaylik? X ning qiymatini 7 ga tengligini hozir mana bu yerga chiqaraylik ekranga. Konsol degan mana nima keldi bizga? Mana yozib o'tirmadik, ko'rdingizmi? Write line ham keldi mana. Write line ost ochdikda va biz x ning qiymati deb yozib qo'ya qolaylik. Demak, bitwise mana bu amal natijasini ko'rsataylik. Shu amal natijasi deb qo'yamiz. Amal natijasi dedikda va plus turib qo'shyapmiz, x ni shu qatorga qo'shib chiqarsin. Mana xuddi o tepadagi nimalar kabi. Keyin biz mana bu yerdan o'tib nuqtali virgul qo'yib qo'yamiz. Xo'p, xullas oxirgi nima? Bizni
hozirgi taxminimiz bo'yicha 7 teng 7 ga teng chiqishi kerak. Xo'p, mana ishga tushiryapmiz. Xo'p, mana ko'rdingizmi? Birinchi qo'shib tayinlash 15 ga teng chiqdi, ayirib tayinlash 12 ga, ko'paytirib tayinlash nimaga teng chiqdi? 24 ga teng chiqdi. Natija esa mana bu bitwise yokining natijasi 7 ga teng chiqdi. Biz boya ko'rsatgan nima? Demak, mana bu yerdagi bizni hisoblaganimiz demak to'g'ri ekan, to'g'ri ishlayapti. Xo'p, endi bo'lib tayinlashga bu yerga yozmabmiz misol. Buni ham albatta bo'lib tayinlashda ham mana bu yerda yozish mumkin edi. Mana x ning qiymati 24 ga teng bo'lgan joyda bo'lib tayinlashni amalga oshiradigan bo'lsak, keling 24 ni masalan nechiga bo'lib qo'yaylik? 8 ga bo'lib qo'yaylik. Demak, x 3 ga teng chiqishi kerak, to'g'rimi? Keling, mana shu joyga yana bitta nima qo'shaylikda x hop bo'lib tayinlashda yozadigan bo'lsak, bo'lib tayinlash mana bo'lib barobar bo'lib tayinlash hop 8 deylik. Demak, 24 ni 8 ga bo'lsak 3 chiqishi kerak. Hop. Va keling biz mana bu yerda endi console write line mana o'zi keldi. Demak, biz yozmayapmiz. Ham keling biz bo'lib tayinlashda ham natijasini chiqarib qo'yaylik. Bo'lib tayinlash hop. Demak, satr chiqariladi plus x deb yozdik, qovusni yopdik, nuqtali virgul. Hop, mana endi bo'lib tayinlashda ham natijasini biz 3 ga teng ekanligini nima ko'rishimiz mumkin. Hop, mana ko'rdingiz, bo'lib tayinlash natijasi nechiga teng ekan? 3 ga teng ekan. Mana bu tayoqcha, ya'ni yoki amali orqali tayinlash bu nechiga teng ekan? Bitwise yoki bilan tayinlash 7 ga teng ekan. Hop, endi amallarda nima qilishda o'rganishda davom etishingiz kerak. Ko'plab misollar qilib chiqishingiz kerak. Sizlarga mana uyga vazifa sifatida mana bu bitwise xo bilan tayinlashni ko'rib chiqing. Mana bu yerda mana bu bitwise va bilan tayinlashni o'rganib chiqing. Qanaqa chiqadi? Xullas, dasturlashni o'rganish uchun nima qilish kerak? Tajribalar o'tkazishga to'g'ri keladi. Endi mana bu yerda yana bir nima bor? C# tilida uchtalik operator bor. Ya'ni 3 o'rinli operator ham bor. Bu 3 o'rinli operator qanday ishlaydi? Demak, 3 o'rinli operator so'roq 2 nuqta operatori. So'roq bilan 2 nuqta orasida bulardan oldin va keyin nimalar bor? Qiymatlar bor. Ya'ni 3 o'rinli operator quyidagicha ishlaydi. Birinchi, so'roqdan oldin shart. Shartning joyi turibdi bu yerda. Undan keyin mana shu shart to'g'ri bo'lgandagi qiymat, to'g'ri bo'lgandagi amal va ana shu shart noto'g'ri bo'lgandagi amal ifoda, bajarilishi kerak bo'lgan ifoda. Demak, ko'ryapsizmi, bu 3 ta narsani 3 ta joyli operator ekan. 3 o'rinli. Shuning uchun ternar operator deyiladi. Demak, birinchisi shart ekan, ikkinchisi mana shu shart rost bo'lganda bajarilishi kerak bo'lgan ifoda yoziladi mana bu yerga. Ikki nuqtadan keyin esa mana shu shart noto'g'ri bo'lganda, yolg'on bo'lganda bajariladigan ifoda yozilishi kerak bo'ladi. Keling biz hozir mana buni bu yerda demak misol keltirib qo'yilgan mana shuni sinashga doir. Keling, buni ham biz mana bu yerdan kopi tayyor turibdi ekan, kopi qilamiz. Kopi qildikda biz hozir mana bu yerga o'tib, yana biz mana buni nima qilamiz? Izohni katta izohga olib qo'yamizda, ko'pchilikni biz izohga olib qo'yamiz. Ko'pchilikda mana hozir mana buni hop, demak biz hozir buni izohga olish uchun mana bu yerga kursorda olib kelishimiz kerak ekan. Kursorda olib keldik. Hop, keling biz mana bu yerda izohni mana shu joygacha davom ettirib qo'yaylik. Mana bu narsa esa bizga kerak. Keling biz mana bu yerga hozir biz haligi nimamizni ko'chirgan nimamizni past qilamiz. Past qildik. Hop, endi mana shuni demak mana bu yerda nima? Endi namoyish etamiz. Demak, int age o'zgaruvchisi e'lon qilinyapti. 20 ga teng deb yozilyapti int o'zgaruvchisi va demak ana shu int o'zgaruvchisini nimasi? Uchlik operatorda qatnashyapti. Int o'zgaruvchining qiymati uchlik operatorda qatnashyapti. Xo'p, demak, buni natijasini ko'rish uchun biz mana bu yerga bosyapmiz. Mana natijasini ko'ryapmiz. Mana katta degan yozuv chiqarildi. Xo'p, nima uchun? Nima uchun shunday bo'ldi? Chunki bu yerda mana bu yerda
20 dan katta-da, shuning uchun katta degan yozib chiqardi. Aks holda kichik degan joy ishlab ketishi kerak edi. Ko'ryapsiz, demak, bu operator demak nima ekan? 3 talik operator ekan. 3 o'rinli operator ekan. 3 o'rinli. Hop, endi yana kelinglar davom etaylik. Endi bu yerda yana bir qancha nimalar bor. Ikkita so'roq operatori ham bor. 0 bo'lsa muqobil qiymatni beradi. Bu yerda mana misol ko'rinib turibdi. Mana name ga 0 qiymat berilyapti-da, keyin result deb turib name noma'lum deb yozilyapti. Demak, mana bu yerda result nimasiga, o'zgaruvchisiga demak noma'lum degan satr berib qo'yiladi. Natija demak noma'lum chiqadi. Xo'p, endi undan keyin is degan operator ham bor. Uni ishlashi bu yerda mana namoyish etilgan. Sizlar buni bir qator nima qilib qo'yishlar mumkin, ko'rib chiqishinglar mumkin. O'zingizlar ishlatib, hammasi demak bular ishlaydigan dasturlar demak. Xo'p, keyin size of o'zgaruvchini nima qilish? Qiymatini olish. O'zgaruvchini qiymatini olish. Biz bu nimalarga, mana bu keyingi operatorlarga biz keyingi darsda demak to'xtalib o'tamiz. Demak, mana shu Visual Studioni o'rganishda davom etinglar. Hop, sog' va salomat bo'linglar.